Rossiya Mudofaa vazirligi Kiyev bilan harbiy asirlar almashinuvining ikkinchi raundi o'tkazilganini e'lon qildi. Vazirlik Ukraina asirligidan rossiyalik harbiylarning ikkinchi guruhi qaytganini ma'lum qildi. Shuningdek, Ukraina tomoniga Rossiya asirligida bo'lgan bir guruh ukrainalik harbiylar topshirilganini ma'lum qildi, deb yozdi Interfax nashri. Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan harbiy asirlar almashinuvining ikkinchi bosqichi o'tkazilganini tasdiqladi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, tomonlar yaralangan asirlarni almashgan, biroq u almashinuvda qancha harbiy asir qatnashganiga aniqlik kiritmagan. Yevrokomissiya yangi sanksiyalar paketida Shimoliy oqim gaz quvuriga qarshi cheklovlar kiritilishini rasman tasdiqladi. Shuningdek, Yevrokomissiya raisi Ursula von der Leyenning ma'lum qilishicha, Rossiya neftiga narx chegarasining bir barreli uchun $60 dan $45 tushirish taklif qilinmoqda. Bundan tashqari, Sofiya flotiga tegishli yana 77 ta kema Moskva sanksiyalarni chetlab o'tishda ko'maklashayotgan Rossiya va boshqa davlatlarning 22 ta bankiga qarshi cheklovlar joriy etish taklifi ilgari surilmoqda. Biroq Rossiya atom sanoatiga qarshi cheklovlar sanksiyalarni 18-paketiga kiritilmasligini bildirdi. Biroq Rossiya atom sanoatiga qarshi cheklovlar sanksiyalarning 18-paketiga kiritilmasligini bildirdi.